Assalamu alaykum, Xarabiytor darsxonasining hurmatli ko'ruvchilar, mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Bugun hozirgi zamon Uyg'ur tili darsimizning 59 darsini o'tamiz. 59 darsimiz jumla bo'laklarining birinchi bo'limi. O'tgan soatlik darsimizda jumla va uning alohidaligi, shundaqla jumlalarning turlarini ko'rib chiqqandik. Bugungi darsimiz bo'lsa jumla bo'laklari haqida to'xtalib o'tamiz. Jumla bo'laklari o'z ichidan bosh bo'lak va agash bo'lak deb ikkiga ayriladi. Bularni darsimizda tafsiliy ko'rib o'taylik. Dersimizga başlaştan burun ötken saatlik dersimizin ahır so'rab o'tgan tuvandagi ikki savolimizga qisqacha javob berib o'tamiz. Birinchi, jumlalar mazmuni va aytilish ohongiga asosan qaysi turlarga ayrıladi? Bu savolning javobi jumlalar mazmuni va aytilish ohongiga asosan bayon jumla, savol jumla, buyruq jumla va undash jumla degandek 4 turga ayrıladi. İkinci savolimiz bo'lsa, bayon jumla degani nima? Bayon jumla deganimiz fikrni bayon tariqasida ifodalaydigan jumla bayon jumla deyiladi. Bayon jumlaning muayyan o'y fikrni tasdiqlash yoki inkor qilish xarakteri bo'ladi. Bu savollarning javobini texnik tafsili bilmoqchi bo'lsanglar, o'tgan soatlik darsimizni qaytadan ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Undaqda bugungi darsimizni boshlaylik. Bugungi darsimiz jumla bo'laklari haqida bo'ladi. Jumladagi mustaqil so'zlar va so'z birikmalari belgilik sintakslik vazifa o'taydi hamda belgilik savolga javob bo'lib keladi. Ularning jumlada o'tgan vazifasi yoki o'ynagan roliga asosan bir qancha bo'lakka ajratish bo'ldi. Balki hammamiz burun darslarimiz ko'rgan bo'lishimiz mumkin yoki anglagan bo'lishimiz mumkin. Ega, xabar, to'ldiruvchi, aniqlovchi holat degandek har xil turlarni ko'rib chiqqan bo'lishinglar mumkin. Endi bularni nazariyaviy aniqlamiz bilan tafsiliy ko'rib chiqamiz. Undaqda jumla bo'liki degan nima? Jumla bo'liki deganimiz jumlada o'z oldiga muayyan sintaksik vazifa o'tab kelgan so'z yoki so'z birikmalari jumla bo'liki deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, so'z yoki so'z birikmalarining jumla yoki so'z birikmasidagi sintakslik vazifasi bo'yicha turga bo'linishi hosil bo'lgan bo'lak jumla bo'liki deyiladi. Uyg'ur tilida so'z yoki so'z birikmalarining jumlada qanday vazifada bo'lib kelishini ularning grammatikalik o'zgarishlar belgilaydi. Ya'ni ismlarning kelish va shaxs qo'shimchalari, fe'llarning shaxs, son, zamon, roy qo'shimchalari, fe'llarning turg'un so'z shakllari, so'zlarning tirkalma bilan bo'lgan munosabati qatorliqlar Uyg'ur tilidagi so'z yoki so'z birikmalarining jumladagi qanday vazifada kelishini belgilaydi. Biz bularni, ya'ni ismlarning kelish va shaxs qo'shimchalari, fe'llarning shaxs, son, zamon, roy qo'shimchalari, fe'llarning turg'un so'z shakllari, so'zlarning tirkalmalar bilan bo'lgan munosabati qatorliq mush mazmunlarning hammasini burungi darslarimizda so'zlab o'tdik. Agar bularni tafsiliy bilmoqchi bo'lsanglar, burungi darslarimizni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Cümle böləklərinin nəzəriyyəvi eniqlimizini görüb çıxdıq. Ondaqda cümle böləklərinin türləri qandaq buludu. Cümle böləkləri sintaksik roluğa asasən baş bölək və əgəşim bölək degəndək iki türə ayrıldı. Baş bölək deganimiz bolsa, cümle tüzülüşüge asas bolduğan, fikirni ifadələşdə baş rol oynaydigan böləklərini göstərdi. Ege bilan xabar cümlenin baş bölügi hesaplandı ve cümle kurulmasının asasını teşkil kıldığan, cümleni uyuşturduğan iki məna mərkəzi hesaplandı. Əgəşim bölək bolsa, cümlenin baş böləklərə, yəni ege bilan xabarga yandışıb gelib, cümlenin baş böləklərdə ifadeləndiğən məzmunu toluqlaş, kengaytiş və konkretlaşdırış rolunu oynaydigan böləklərini göstərdi. Toldurğucu, aniqlovchi və holatlar cümlenin əgəşim böləkləri hesaplanıdı. Yəni bu yerdəki toldurğucu, aniqlovchi və holat qatarlıqlar ege və xəbərinin məzmununu toluqlaş, kengaytiş və konkretlaşdırış rolunu oynaydı. Əmdə bu cümle böləklərini, yəni baş bölək və əgəşim böləklərini təfsili görüb çıxımız. Ən avval baş böləknin içindən egini görüb çıxımız. Ondaqda ege degan nima? Ege deganimiz cümlenin kim yoki nima to'g'risida aytilganligini bildiradigan baş bölüki ege deyiladi. Ege cümledagi bayon qilmovchidan iborat. Ege cümlede baş kelishdi kelib cümlenin xabari bilan tavallik, ya'ni shaxs va son jihatdan bo'lsa, birlik va ko'plik jihatdan moslashadi. Yani ege çoqum baş kelishdi kelgan bo'lishi kerak. Baş kelishlar kelgan bo'lsa, ege hisoblanmaydi. Masalan, men keldim, sen o'qiding, u kuldi, biz yozdik, sizlar ketdinglar, ular kuldi degandek mush jumlalardagi men, sen, u, biz, sizlar, ular degandek mushlarning hammasi ege hisoblanadi. Men, sen, u, biz, sizlar, ular degandek mushlarning o'rniga boshqa xil turg'un so'zlarni almashtirsak ham bo'ladi. Ammo bular cho'qim bash kelishdi kelgan bo'lishi kerak.
Uyghur tilida odatda baş kelish shaklidagi turg'un so'zlar va turg'un so'zlik so'z birikmalari jumlada ega bo'lib keladi. Jumlada ega birli so'z bilanmi yoki so'z birikmasi bilanmi ifodalanishi mumkin. Masalan, Ayşe nihoyat yaxshi o'qiyotidi, ya'ni bu jumlaning egasi Ayşe va baş kelishda kelgan. Shundaqla birli so'z bilan ifodalangan. Endi ikkinchi misolga qarasak, yosh o'qituvchilar qo'shuni tarbiyalanib chiqdi. Bu cümledeki yaş o'qituvchilar qo'shuni bu cümlenin egisi hisoblanadi. Ammo yosh o'qituvchilar qo'shuni degan mushu so'z birikmasini, ya'ni bu cümlenin egisini o'z ichidan yana boshqa bo'laklarga ayirishib bo'ladi. Ammo biz hozir faqat ega haqida to'xtalib o'tamiz. Turg'un so'zlar, bu turg'un so'zlar haqida burungi darslarimizda to'xtalib o'tgandik. Turg'un so'zlar deganimiz ism, sifat, son, almash, tahlil so'z qatorliqlarni ko'rsatadi. Ya'ni turg'un so'zlar son miqdor birikmasi va fe'lning turg'un so'z shakllari, ya'ni fe'lning turg'un so'z shakllari degan vaqtimizda ismdosh, sifatdosh va ravishdoshlarni ko'rsatdi. Ya'ni mushular jumlada ega vazifasi kelalaydi. Ya'ni bular ega vazifasi kelgan holatdami yana cho'qim eng muhim sharti bosh kelishda kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni hech qanday qo'shimcha olmagan bo'lishi kerak. Egining nazariy aniqlamasini ko'rib chiqdik. Endi egining grammatikalik xususiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Undaqda egining grammatikalik xususiyati qaysilar? Birinchi, ega bo'lib kelgan so'z yoki so'z birikmasi mayli uning qaysi so'z turkumidan bo'lishining qat'iy nazar cho'qim bosh kelish shaklida keladi. Ya'ni ega bo'lib kelishning eng muhim sharti bosh kelishda kelish. Masalan, olim bu yil o'qish bitirdi. Ya'ni bu jumlaning egasi olim va bu ism bosh kelish shaklida kelgan. Bolalar dadasining kelganini ko'rib cho'rqirishib ketdi. Bu jumlaning egasi bo'lsa, bolalar. Bu yerda bola degan so'zga lar qo'shimchasi, ya'ni ko'plik qo'shimchasi qo'shilibdi deb qilishinglar mumkin, ammo lar qo'shimchasi kelish qo'shimchasi emas, balki ko'plik qo'shimchasi bo'lganligi uchun ko'plik qo'shimchasini qo'shishga bo'ladi. Ikkinchi, egaga qo'yilgan savollar kim, nima, qayer, kimisi, nemisi, qayeri, qanchisi, qandiqi qatorliqlar bo'lib, bu savollar jumlaning xabariga qo'shilib aytildi. Masalan, o'quvchilar maktabdan qaytib keldi, ya'ni kimlar qaytib keldi? Bu jumlaning egasi o'quvchilar va kimlar degan savolga javob bo'lib kelgan. Turpan bek güzel shahar, qayer bek güzel shahar, Turpan bek güzel shahar, ya'ni bu jumlaning egasi Turpan. Ekremning dadisi bek yaxshi odam, kimisi dadisi, ya'ni bu jumlaning egasi dadisi. Bolalardan 5'i darsga qatnaşmadı, nechisi qatnaşmadı, 5 qatnaşmadı, ya'ni bu jumladagi ega bo'lsa 5'i, ya'ni bu yerdagi son bu jumlaning egasi bo'lib kelgan. Egining 3-chi grammatikalik xususiyati bo'lsa, jumlada ega bo'lib keladigan asos so'z turkumi ism va ism xarakterlik so'zlardir. Bosh kelishda kelgan ism va ism o'rnida qo'llaniladigan sifat, almash, son, ravish, tahlil so'z, sifatdosh, ravishdosh va ismdoshlar jumlada ega bo'lib kelalaydi. Cümle bölekleri baş bölek ve ergeçme bölek deb ikkiga ayrılganda biz baş bölekning ichidan egini ko'rib chiqdik. Endi baş bölekning ichidan xabarni ko'rib chiqamiz. Undaqda xabar degan nima? Buning nazariy aniqlamasi tuvandikicha bo'ladi. Jumlada egining harakatini bayon qilish rolida keladigan, hukmlaydigan va tasvirlaydigan baş bölek xabar deyiladi. Xabar bir butun jumlani tashkillash rolini o'ynaydi va jumlaning xarakterini belgilaydi. Uyghur tilida cümlenin ergeçme böleklerisiz ve egisiz cümle tüzüşük buludu. Ama xabarsiz cümle tüzüşük bulmaydı. Yani bir cümlede çokum xabar buluş gerek. Uyghur tilida fe'llar asosan xabar vazifasi keldi. Shundaqla turg'un so'zlar va so'z birikmalarimi xabar bo'lib kelalaydi. Ular xabar bo'lib kelganda ba'zi yordamchi fe'llar bilan birikadi. Masalan, ders boshlandi, ya'ni bu yerdagi boshlandi bu cümlenin xabari, ya'ni başla degan fe'l bu cümlede xabar vazifasi kelgan. Tong otdi, ot degan fe'l bu cümlede xabar vazifasi kelgan. Uning inkosi ittik, bu yerdagi ittik degan ravish bo'lsa, bu cümlede xabar vazifasi kelgan. Olimning bo'yi bek egiz, bu cümledagi egiz degan sifat bo'lsa, bu cümlede xabar vazifasi kelgan. Uning ismi Turg'un, bu cümledagi Turg'un degan ism xabar vazifasi kelgan. Xabar umuman cümlenin ahirida keladi, lekin she'rlarda yoki dialoglarda va yoki shuar ma'nosidagi buyruq jumlalarda egining yoki xabarga munosabatlik ergashma bo'laklarning oldida keladigan ahvollarmi bor. Masalan, unutmayman ashu bahor faslini, ya'ni bu she'rni davomlashtirsak bo'ldi, ammo ya'ni bu jumlani misolga olsak,
Aşı bahar fəslini unutmayman bolsa, normal şəkildəki bayan cümlə boldu. Amma şeirlərdə gəlgən vaxtı bolsa, unutmayman aşı bahar fəslini, yəni bu cümlənin xəbəri ən biçirik gəlgən. Yaşasın Uyğur xalqının ittifaqlığı. Bu cümlədə oxşaşla yaşasın degan bu cümlənin xəbəri ən biçirik gəlgən, yəni dəb ötkənimizdək şeirlərdə, dialoqlarda və ya ki şuar mənasındakı buyruq cümlələrdə İginin yoki xəbər münasibətlik əgəşmələklərinin aldığı keldiğən, yəni xəbər müşbələklərinin aldığı keldiğən əhvalları mövcud. Xəbərinin nəzərivi eniqləməsini görüb çıxdıq, əmdə xəbərinin qrammatikli xüsusiyyəti haqqında toxtalıb ötümüz. Birinci cümlənin xəbər bölüki özünün qay söz türkümünün kəlgənligiga yoki ifadənin şəkli qarab, feildən tüzülgən xəbər və isim xarakterli sözlərdən tüzülgən xəbərdə iki türə ayrılır. İkinci xüsusiyyəti bolsa, feillər yoki feillik birikmələr xəbər olub gəlsə, bunda xəbərlər şəxs və san cəhətdə igi bilən maslaşıb gedir və İginin iş hərəkətini bayan qılıb, bayan xarakterli igi buludu. Məsələn, mən bugün bazarğa bardım. Bu cümlənin xəbəri bolsa bardım və bu cümlənin igisi bolsa mən. Bularını görüb çıxsaq, yəni şəxs və san cəhətdən bir-birisiga maslaşıb gəlgən. İkinci misalı qarsaq, Adil əpəndi beşidin ötkənlərini sözləb bərdi. Bu cümlənin xəbəri bolsa sözləb bərdi və igisi bolsa Adil əpəndi, yəni bu yerdəki igi bilən xəbər həm san cəhətdən, həm şəxs cəhətdən bir-biriga maslaşıb gəlgən. Xəbərinin üçüncü qrammatikli xüsusiyyəti bolsa, turğun sözlər yoki turğun sözlük söz birikmələri xəbər olub gəlsə, egin hökümləb yoki təsvirləb, hökümləş yoki təsvirləş xarakterga ega boludu. Məsələn, Ayşəmgül mening dostum, bu cümlənin xəbəri bolsa dostum, yəni bir isim bu cümlədə xəbər vəzifəsi gəlgən və Ayşəmgül degan igini hökümləb gəlgən, yəni dost işgəligini hökümləb gəlgən. İkinci misalı qarsaq, Türkiyənin mənzərəsi bək gözəl. Bu cümlənin xəbəri bolsa gözəl degan sifət və bu gözəl degan sifət mənzərəsi degan bu cümlənin igisini təsvirləb gəlgən. Cümlə böləklərdən baş bölək bolğan igə və xəbərini və ularının qrammatikli xüsusiyyətini görüb çıxdıq. Əmdi əgəşmə böləklərini görüb çıxımız. Əgəşmə böləklərinin birincisi toldurğucu. Əmdi toldurğucunun nəzərivi eniqləməsini görüb çıxsaq, toldurğucu deganimiz cümlədə feil və feil birikmələri beqinib, feil ifadəli hərəkətini öz üstüge alğıcı şeyini bildirdiğən əgəşmə bölək toldurğucu deyildi. Toldurğucunun qrammatiklik bəlgisi bolsa, ni keliş qoşumçusu, Uyğur tilidəki isim və isim xarakterli sözlər, yəni turğun sözlər və turğun sözlük söz birikmələri düşümkeli şəkildə gəlib toldurğucu vəzifəsi gəldi. Yəni bu yerdə toldurğucu haqqında şunu bilişimiz gerek. Toldurğucu cümlədə çoxum düşümkeli şəkli bilən keliş gerek. Yəni toldurğucunun qrammatiklik bəlgisi ni keliş qoşumçusu. Məsələn, biz vətənimizni qızğın söyümüz, bu yerdəki toldurğucu bolsa vətənimizni, yəni vətən degan isim ni keliş qoşumçusu bilan türlənib gəlgən. Müəllim sizni çağırıvatıdı. Bu cümlənin toldurğucusu bolsa sizni, yəni siz degan almaş ni keliş qoşumçusu bilan türləngənlikin bu cümlədə toldurğucu vəzifəsi gəlgən. Oxutqucumuz bizə kitabның yaxşılarını tavsiyə qılıdı. Bu yerdəki yaxşı degan sifət bu cümlədə toldurğucu vəzifəsi gəlgən. Əkrəm müsabiqədə birincilikni qo'lga keltirdi. Bu cümlənin toldurğucusu bolsa birincilikni, yəni birinci degan san düşüm keliş qoşumçusu bilan türləngandan keyin bu cümlədə toldurğucu vəzifəsi gəlgən. Örüklərinin 3 tipini yeni tikdik. Bu cümlənin toldurğucusu bolsa 3 tipini degan san miqdar birikməsi. Akam oquşni bu yil bitirdi. Bu cümlənin toldurğucusu bolsa oquşni, yəni oquş degan ismdaş ni keliş qoşumçusu bilan türləngandan keyin toldurğucu vəzifəsi gəlgən. Bugün müsabiqəyə kəlgənlərini kütüb aldıq. Bu cümlənin toldurğucusu bolsa kəlgənlərini, yəni kəlgən degan sifətdaş ni düşüm keliş qoşumçusu bilan türləngandan keyin bu cümlədə toldurğucu vəzifəsi gəlgən. Varan-çurongni to'xtatsanlar deb beshim og'rib ketdi. Bu cümlənin toldurğucusu bolsa varan-çurongni, yəni varan-çurong degan təxlis söz ni düşüm kelish qo'shimchasi bilan türləngandan keyin bu cümlədə toldurğucu vəzifəsi gəlgən. Yəni görüb çıxınımızdək toldurğucu vəzifəsi gəldiğən sözlər çoxum düşüm kelish ko'rsatkichi bilan türlənib keldi. Şuna cümlədəki toldurğucu bölək düşüm kelish ulanğan kimni, nimini, qayerni degandək savollarga javob bo'lib keladi. Əgəş böləklərinin içindən toldurğucunu görüb çıxdıq, əmdi əgəş böləklərinin içindən eniqlığıcını görüb çıxımız. Eniqlığıcı deganimiz cümlədə isim və isim roldakı sözlərə beqinib,
ularning turlik alaylıqlarını ko'rsatadigan ergashma bo'lak aniqlovchi deyildi. Aniqlovchining grammatiklik belgisi bo'lsa, ning egilik kelish qo'shimchasi. Uyg'ur tilidagi ism va ism xarakterlik so'zlar, ya'ni turg'un so'zlar va turg'un so'zlik so'z birikmalari baş kelish yoki egilik kelish shaklida kelib, aniqlovchi vazifasi keldi. Masalan, bugun Acamning tug'ilgan kunini tabrikladik. Bu jumlaning aniqlovchisi bo'lsa, Acamning, ya'ni Aca degan ism ning egilik kelish qo'shimchasi bilan turlangandan keyin aniqlovchi vazifasi kelgan. Bugun bozordan bir tal qizil chapon setib oldim. Bu jumlaning aniqlovchisi bo'lsa, qizil, ya'ni chapon degan ismni aniqlab kelgan va qizil degan so'z bo'lsa, sifat so'z turkumida va 4-5 qiz qaqoqlab kulishgunicha kirib keldi. Bu jumlaning aniqlovchisi bo'lsa, 4-5 degan son va 4-5 degan son bo'lsa, qiz degan ismni aniqlab kelgan. Bizning uy shahar markazida bu jumlaning aniqlovchisi bo'lsa, bizning, ya'ni biz degan almash ning egilik kelish qo'shimchasi bilan turlangandan keyin uy degan ismni aniqlab kelgan. Bozordan 2 eshik olma setib oldim. Bu jumlaning aniqlovchisi bo'lsa, 2 eshik degan son miqdor birikmasi, ya'ni olma degan ismni aniqlab kelgan. Ko'p so'zlagan odam bilan xo'shim yo'q. Bu jumlaning aniqlovchisi so'zlagan degan sifatdosh va odam degan ismni aniqlab kelgan. Varangchurung ovoz mahallini bir oldi. Bu yerdagi varangchurung degan tahlil so'z ovoz degan ismni aniqlab kelgan va bu jumlada aniqlovchi vazifasi kelgan. Umumlashtirib kelsak, aniqlovchi jumlada qandoq, qaysi, kimning, nemining, qancha, necha, qanchalik, qanchinchi, qayerdagi, qayerning degandek savollarga javob bo'lib keladi. Jumlaning ergashma bo'laklaridan holat bo'limi biroz uzun bo'lganligi uchun kelarki soatlik darsimizda tafsiliy so'zlab o'tamiz. Har soatlik darsimizga o'xshash, bugungi darsimizning oxiridami bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolimizni so'rab o'tamiz. Birinchi, jumlaning bosh bo'lagi degan nima? Qaysi bo'laklar bosh bo'lakka kiradi? Ikkinchi savolimiz bo'lsa, ergashma bo'lak degan nima? Bu savollarning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.